location structimizni berib qo'yamiz. Ya'ni ichida qanday ma'lumotlarni o'ziga olsin deb. Va biz for sikliga kanaldan kelgan result location'ni berganimizda append qilayotgan jarayonda mana bu locations array'da strukturasi mana biz bu yerda city'ning ichida boya belgilab qo'ydik. Mana bu avtomat o'ziga kerakli joylarni qilib qoladi. Ya'ni JSONdan longitude-dan, JSONdan longitude-dan, JSONdan name-dan, JSONdan display name-da qilib olishni buyurib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha joylarni qiymatlarini o'ziga tenglashtirib oladi. Append qilib turib locationsga har bitta locationni berib o'rganimizda masalan bizda hozir 3 ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha uchalasi endi bu structimiz bo'sh emas. Mana shu structimiz ichida 3 ta qiymat bor. Bittasida Toshkent, bittasida Buxoro, bittasida Navoiy bor. Xo'p, endi biz locationlarni hal qildik. Ya'ni longitude hammasini hal qildik. Endi bizda ikkinchi step bor. U to'plangan ma'lumotlardan foydalanib har bitta shaharda o'zini ob-havosini olishimiz kerak. Buning uchun weather.go fayliga men OpenWeather'da API ni tashiganman va unga kerakli parametrlarni berishimiz kerak. Bu ham Gorantino orqali bajariladi. Nimaga? Biz API ga o'sha yig'ilgan array'imizdagi ma'lumotlarni parallelni jo'natib va ularni yig'ib olishimiz kerak. Hop, bu yerda locations array'ga yig'dik. Hop, endi yana wait group yaratamiz, chunki bizda Gorantino ishlaydi. Gorantinani ishlab oxirigacha tugashini biz bilishimiz uchun wait groupni 1 yoki 0 ligidan foydalanamiz. Ishlashni boshlaganda bir qo'shib Gorantino ishlayotgan funksiya tugagandan keyin uni done, ya'ni 0 ga tushirib qo'yamiz va bu yerda endi nima bo'lyapti? Bu yerda o'sha biz array'ga yig'dik, locationsga yig'dik, kanaldan kelgan ma'lumotlarni. Har bittasini for sikliga yana solamizda ichidagi funksiyani Gorantinoga tashlaymiz. Bu yerda o'sha funksiya tugasa Gorantinoni yopdimiz va bizda asosiy 3 ta bo'ladigan joyimiz result weather o'zgaruvchisiga get city weather, ya'ni weather.go ni ichida get city weather funksiyamiz bor. O'shani tenglab qo'yamiz. Ya'ni har bitta qaytgan javobni mana shu o'zgaruvchi o'ziga tenglab oladi. Hop, city location deb turib biz mana bu locationsga boy array'ga yig'dik. Uni ichidagi har bitta value ni indeksga pustoy qilib ketganmiz. Indeks kerak emas bizga. Har bitta value ni mana bu funksiyaga biz argument sifatida beraveramiz. Funksiya ichiga kiradigan bo'lsak, bu bizda o'sha location qabul qiladi, city location qabul qiladi. Biz uni bu yerda boya terib oldik. Locationsni ichiga o'sha struktura bo'yicha structga solib turib, kelgan har bir shaharda structga solib turib, ma'lumotlarni oldik. Endi bu yerda biz uni get city weather ga berib yuboryapmiz. Har for aylanganda mana bu funksiyaga murojaat qiladi. Gorantinani foydalanganimiz uchun endi bizda nima bo'lyapti? For ga tushganda mana bu funksiyadan 3 tasi parallelni ishlaydi hozir. Parallelni ishlaydi, ya'ni mana bu API ga parallelni 3 ta shahar ma'lumotlar tug'ilgan holda ketadi. Hop, bu yerda o'sha weather URL deb tenglab olamiz va bu yoqqa kerakli qiymatlarni qo'yamiz. Longitude bitta o'sha ko'radigan bo'lsak argument sifatida tenglab olyapmiz, belgilab olyapmiz locationda ichida bular qiymatlar katta harfda yoziladi. Ya'ni public sifatida yozilgan. Shuning uchun bemalol bu yerda ishlatamiz public qilib. Agar bu kichkina l bo'lganida provide, ya'ni mana shuning ichida city.go ning ichidan tashqariga chiqa olmasdi. Public bo'lmasdi. Public qilishimiz uchun katta harfda yozganmiz. Bu yerda bizda API'imizga kerakli ma'lumotlar qo'yganmiz. Query get request orqali bizda bu ishlaydi. Error bo'lsa shu tozda 0 qaytarib yuboradi, ya'ni javob yo'q deydi. Bo'lmasam response qaytaradi. Endi bizda yig'ilgan
lokatsiyalarni har bittasini for ishda Gorantinaga qo'yib turib OpenWeather'ga parallelni berib yubordik va har bir kelganini endi qayerdadir ishlatishimiz kerak. Buning uchun boya aytganimizdek Gorantinani qiymatlarini, ya'ni responslarini kanal orqali ishlata olamiz faqat. Buning uchun biz yana bitta kanal ochamiz, Weather Channel deb turib va Weather Channelga har bitta Gorantinani qiymatini, Weather Cityni berib yuboramiz. Bizda o'sha shaharlar kiritildi, ularni qiymatlari topildi, uni OpenWeather'ga Gorantina orqali parallelni berdik va har bitta kelgan javobni endi biz bu yerda yana o'sha Gorantinani yopamiz, kanalni yopamiz va har bir kelgan channel'dagini bittalab o'tib chiqib arrayga yig'ishimiz kerak. Mana bu yerda biz o'zimiz array yaratganmiz. U arrayni strukturasi, ya'ni tuzilishi qanaqa bo'lishi kerak desa, u struct yaratganmiz. O'sha structni ketma-ketligi bo'yicha joylashish kerak. Bu yerda ham o'sha JSONning ichidan o'ziga kerakli ma'lumotlarni, ya'ni keylarini berib qo'yganmiz. Mana shu JSON tempni, JSON ma'lumotining ichidan temp degan keyni o'zimga qiymat sifatida qabul qilib ketganmiz. Hop. For cyclic tushadi kanal va Weather Cities yo'da yaratilgan arrayimizga append bo'ladi har bitta o'tib chiqqan ma'lumot. Endi buni amalda bir ko'radigan bo'lsak. Birinchi color beraylik. Color go around main go. Hop. To'rtta shahar yozaylik. Birinchi shahar Toshkent, ikkinchi shahar Samarqand, uchinchi shahar Jizzax, to'rtinchisi Navoiy. Hop. Bizda hozir nima bo'ldi? To'rtta shahar dedik. Uni to'rttaligini bilib, for cycle 4 marta aylanadi va har safar so'raydi. Har safar so'ragandan keyin uni arrayga yig'adi. Arrayga yig'ilgan shahar nomlarini biz bu yoqda cityning ichida ushlab olamiz. Uni parallelni jo'natish uchun Gorantina orqali mana bu API ga murojaat qilamiz va har bitta yig'ilganini kanal orqali tashib, mainda o'sha kanalni ushlab olib turib, uni yana Gorantinaga tiqamizda, Gorantina orqali OpenWeather'ga har bittasini parallelni kerakli parametrlarni qo'yib, query parameter beraveramiz va OpenWeather'dan bizda ma'lumot qaytadi, ya'ni Gorantinada uni kanal orqali ushlab turib, kanal orqali berib, kanal orqali uni main o'zida ushlab, arrayga yig'amiz va fmt print ln qilib turib chiqaramiz va mana bu javob bizda chiqyapti. Xo'p. Jizzaxda ma'lumotlarni o'qiydigan bo'lsak, biz bu yerda weather o'zi qanday qiymat qaytaryapti deydigan bo'lsak, weatherni ko'ramiz. Weather bizda mana bu yerda array deganmiz, uni tuzilishi weather structdaqa bo'lishi kerak. Ya'ni bizda mana bu Jizzax bu nomi ekan, ya'ni Jizzax nomi qaysi viloyatligi. Keyin bu yoqda temp, ya'ni 24.86 bizda haroratni bildiryapti. Temperature, ya'ni Jizzaxda hozir 24 gradus ekan. Hop. Bu bizda namlik esa 28%. Samarqandda 23 gradus, 29%. Namlik, Navoiyda 25, Toshkent 26. Biz mana bu dasturchadan ko'zlagan maqsadimiz nima? Bu yerda asosiy maqsad Gorantinani qanday ishlashi, Gorantinani javoblarini kanalda qanday tashish, structdan qanday foydalanish, API ga get requestlar yasashni ko'zlagandik. Videomiz
foydali va ma'qul kelgan bo'lsa, layklayamsizlar. Rahmat hammaga.